Bu Sparkda hammasi chiroyli qilingan. Nomer, mashinaning rangi va avtogilas qoroyini va mashinaning ichkari tomoni ham o'zgacha eksklyuziv. Bu mashina o'sha Tuning House Abdulla aka mashinalari bo'ladi. Baraga toping, aka. Zo'r bo'ldi. Yengillikni zo'rni qilibsizlar. Imina mana shu kazirodan odamlar qiynalardi. Ham to'q bo'lib turib, ocharib ketib, yo'q bo'lib ketyapti. Ichidan qaraganda umuman ko'rinmas ekan. Nodir akamga atdenda rahmat. Mana qilmoqishni o'zgartirib, logolarini dodda qilibsizlar. Bu oynamizni standartga to'liq javob beradi va kunduz kuni tashqariga chiqqanda tabiiy svet tushganda tomli bo'lib, beton bo'lib turadi. Hozir Spark ichkari tomonlarini ham ko'rsatamiz. Rosa ko'p mehr berishibdi. Qaranglar, lix qo'yishibdi ichini. Mana bu joylari, obshivka, sidena, hamma rangli bir-biriga gapiryapti. 1 Saru, fioletoviy, imam aka printlari ham cho'tki chiqqan. Juda ham katta mehr berishdi. Mana sidena vashi meni hayron qoldirdi. Ikki xil rang qilib qo'yishibdi. Bu yog'i fioletoviy, bu yog'i saru, kombinirованный bir-birini takrorlagan. Qancha pul ketdi, aka? Endi taxmin qilib turishsam, xudo xolasa diska taqaman, o'shanda o'zim postga chiqaraman. Aka necha pul ketgan? Bo'ldi. Agar mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, muammo yo'q. Oynadan ham, tuningdan ham murojaat qilaylik, ishlarni cho'tki qilib bitirib beramiz.